Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishining yana bir kasalliklaridan bu subarachnoidal qon ketish. Subarachnoidal qon ketish nima bu? Miya qobig'ini ostida joylashgan subarachnoidal bo'shliq bor. O'sha joydagi qon tomirlaridan qon ketish hisoblanadi. Bu subarachnoidal qon ketishlarning barcha o'tkir miya qon aylanish buzilishida 10%ni tashkil qiladi. Birinchi 24 soat ichida o'lim darajasi 25% ga yetadi. Miya oqibatiga miya qobig'iga qon quyilgandan keyin 3 oy ichida 50% gacha yetadi. Arterial qon tomir anevrizmalari yorilishi oqibatida takroriy subarachnoidal qon ketish hollarida o'lim darajasi ayniqsa yuqori bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.